Kadr zapis ketdi. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Men hozir Malayziyada dengiz sohilidaman. Kishilar ajoyib dengiz shumoli hisyapti. Masalan, ko'rsatishga harakat qilaman. Bulutlarning chiroyliligini qarang. Kemalar, qushlar sayrab turibdi. Mayin to'ptingda kelib sohilga boryapti. Bir og'aynim tanishim nima debdi? Lazga tushunmayman. Jinniga o'sha faqat pulni havoga sovurib ketma-ketil yuradi deganimiz. Do'stim, quloq sol. Yaxshilab quloq sol. Ikkita ho'kiz ham olarsan. Balki butun podang bo'lar. Lekin haqiqiy hayot bilan turmushni adashtirma. Turmushda shuni yengib bo'lmaydi, lekin u seni umringni yeydi. Ish tugamaydi, lekin seni umring tugaydi. Ketgan pul albatta qaytadi, lekin ketgan umr qaytmaydi. Ertaga Alloh berib 75 ga kirganingda sening uchun eng katta yutuq bu o'zing erkin hojatxonaga borib kela olishing bo'lib qoladi. Ha, ishonaver. Buni eplash ham qiyin bo'lib qoladi. Bu vaqtda seni umrbod yig'ib terganing mashina, uy, biznes, 3 qavatli uylar, qaysiki sen 2-qavatga ham ko'tarila olmaydigan, sen uchun sariq chaqa ham qadr qilmaydi. Endi sening eng katta boyliging bu butun hayoting davomida o'tkazgan baxtli onlaring, oilang bilan, yaqinlaring bilan xotiralaring bo'ladi. Endi faqatgina ular seni yuzingga tabassum aks ettira oladi. Boshqa hech narsa emas. Shuning uchun yashashni unutib qo'yma do'stim. Dunyo kez, yangi olamlarni kashf et, insonlarga yaxshilik qil, ibodatda bo'l, yasha. Yaratgan seni ko'nglingga orzular joylaganda, u zot seni plastigingga yoki yostig'ingni tagida qancha pul borligiga qaramaydi. U zot seni yo'lga boshlaydi. Seni shashtingni, ya'ni duxingni sinovga oladi. Duxing yetadimi? Yoki o'sha qishlog'ingda, shahringda, mahallangda butun umrga qolib ketasanmi? Endi bu yog'i seni tanlamang. Baxtli bo'l. Bu videoni chet el sayohati yo'lda tursin, ishni deb, turmushni deb, choyxonaga ham kela olmagan do'stingizga bir jo'natib qo'ying.